Muvaffaqiyat qozonuvchilarning 7 odati. Birinchi, plan, yana plan. Kelgusini mo'ljallash eng qiyin ishlarning biri. 5 yil, 10 yil yoki 20 yil ichida qayerda bo'lasiz degan savollarga javob berish qarmoqqa mushkuldek bilinadi. Hech kim uningga aniq javob bera olmaydi. Qandaqli bo'lmasin, muvaffaqiyat qozongan kishilar vaqt sarf qilib o'zining nishonini belgilaydi va bu nishonga qandaq yetish ustida plan tuzadi. Shundaqla izchil turda shu nishonning amalga oshishi uchun tadbir qo'llanadi. Birinchi qadam. Bugundan boshlab nishoningizni belgilang va nishonni amalga oshirish uchun tirishing. Asta-asta shu orzuyingizning bir-birlab reallikqa aylanayotganligini bayqaysiz. Agar kelgusi 5 yillik plan tuzishni bak uzundek his qilsangiz, oldi bilan kelar hafta yoki erta amalga oshirmoqchi bo'lgan nishoningiz uchun plan tuzsangiz bo'ladi. Ikkinchi, minnatdorlik bildirish. Har bir muvaffaqiyat qozonuvchining o'rtaq bir alohidaligi shuki, ularning muvaffaqiyat qozona olishi hargizmi yolg'iz o'zining tirishchanligi bilan amalga oshgan emas. Ularning muvaffaqiyat qozonishini ularni qo'llaydigan, yetaklaydigan va ularning iqtidoriga ishonadigan odamlarning qo'llashidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Vaqt chiqarib sizga yordam qilganlarga minnatdorlik bildirish va ularga ko'ngil bo'lish, ularga javob qaytarishning yo'li. Birinchi qadam. Boshqalarga javob qaytarishning yo'li shuki, yordamga ehtiyoji bor kishilardan yordamini aymaslik, ularga maslahat berish va yo'l ko'rsatish. Muvaffaqiyat qozonganlikning haqiqiy belgisi bo'lsa, o'z tajribalarini boshqalar bilan o'rtoqlashishdir. Uchinchi, o'zgarishni qabul qilish. Dunyoda mangu o'zgarmaydigan ishlar yo'q. Hamma ishlar o'zgaradi. Biz kunda raqobat, odam va muhitga duch kelamiz. Muvaffaqiyat qozonuvchilar bilan boshqalarning farqi shuki, shu o'zgarishlarga qanday yuzlanish va qanday qabul qilishda. Birinchi qadam. O'zgarishni oldin faraz qilishga tirishing. Atdiganda o'yg'ongan chig'ingizda, navoda shu kuni planlagan ishingizning o'ylagandek bo'lmaydiganligini faraz qilsangiz, qanday taqobil turish yoki qanday qilib o'rnini to'liqlash to'g'risida o'ylaning va plan tuzing. Ashundaq kutilmagan o'zgarishga yo'liqqanda, keyningizga bir qadam chekinib turib, yuz bergan ishlar to'g'riliq o'ylaning, tahlil qiling va hal qilish chorasini teping. O'zgarishni qabul qila olgan vaqtingizda andin muvaffaqiyatni kutib olasizsiz. 4. Mag'lubiyatga taqobil turishni o'rganib oling. Facebook, Instagram va Twitterdan iborat bundaq raqamlik davrda yashayotgan hammamiz o'zimizning eng go'zal va yaxshi taraflarini ko'rsatishga, mag'lubiyatimizni yo'shirishga tirishimiz. Amaliyotda muvaffaqiyat qozongan kishilar mag'lubiyatni muvaffaqiyat qozonishning turtkusi deb qaraydi. Birinchi qadam. Muvaffaqiyat qozonish uchun mag'lubiyatning muhimligini to'van mo'ljallamasligingiz kerak. Mag'lubiyat orzuyimiz va nishonimizning muhimligini mustahkamlab, mo'ljarimizni qayta o'ylashimizga yordam berdi. Orzuyimizni amalga oshira olmaganligimiz hargizmi mag'lub bo'lganlikdan derak bermaydi. Mo'ljarni bak yuqori qilib olmaslik kerak. 5. Hamkorlik hammadan muhim. Hamkorlik muvaffaqiyatning ayrilmas bir qismi. Az sondagi tantarbiya turlarida komanda a'zolari yo'q, turlari yo'q. Hech bo'lmaganda tanharakatchilarning mashqavuli bo'ldi. Nimishqa deganda hech kim hamma ishni o'z yolg'iz o'rinday olmaydi. Boshqalarning ko'z qarashi va tushunchisini anglash to'liq qimmatlik. Boshqalar bilan hamkorlashish nazar doiramizni kengaytirishimizga va yangi ideyalar, strategiyalar, jarayonlar hamda muvaffaqiyatning aniqlamasi bilan uchrashishimizga yordam berdi. Birinchi qadam. Muvaffaqiyat qozonuvchilar boshqalarning fikrini qadrlaydi va hamkorlikni ilgari suradigan muhit yaratadi. Muvaffaqiyat kollektivning tirishchanligidan keladi. Hamkorlik bo'lmasa, muvaffaqiyatmi bo'lmaydi. 6. O'rganishni hargiz to'xtatmang. Muvaffaqiyat qozonuvchilar o'rganishni to'xtatmaydi. Qancha aqlliq bo'lishimizdan qat'iy nazar, bilmaydigan ishlar hamisha bo'ladi. Vaqt ajratib, muvaffaqiyat qozonishni orzu qilgan kasbdagi yangi yuzlanish va taraqqiyotlarni o'qing va tadqiq qiling. Agar siz ma'lum sohada muvaffaqiyat qozonishni o'ylasangiz, cho'qim shu sohaning bilim mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Birinchi qadam.
Kütüphana eng yaxshi boyliq manbasi. Ba'zi kitoblarda ma'lum sohadagi avangard kishilar xotirlanib qolmasdan, balki ularning muvaffaqiyat qozonish yo'lidagi ish izlarimi xotirlangan. Shunga ko'proq o'rganganingizda ondan muvaffaqiyat qozona olasiz. 7. Jarayondan huzurlaning. Muvaffaqiyat qozonish jarayonida orzuyingizni amalga oshirish uchun uzluksiz turda tirishsiz. Tirishish intayin muhim bo'lsa-mu, bu jarayondan huzurlanishni hargiz unutib qolmang. Safaringizning har bir bosqichida minnatdorlik va qanoatchanlikni saqlab qolganda, kelgusida kerak bo'lgan tajriba savoqlarga ega bo'lg'ili bo'ladi. Siz yana allaburun qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlardan, kelgusida ishga oshirmoqchi bo'lgan maqsadlardan huzurlaning. Bu jarayonlardan huzurlanish muvaffaqiyatingizni texmo ahamiyatli qiladi. Birinchi qadam: o'zingizni va orzuyingizning o'sishini kuzating. Uni amalga oshirsangiz, texmo ko'p qo'g'ilishdan huzurlana olasiz.